Bugungi obzorimizda yakkali divan, ugolok, kreslo divanlarni qo'yamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Arzidim YouTube kanalimiz obunachilari. Bugungi obzorimizda sizlarga mana shu narsalarni hammasini chiroyli qilib obzor qilib berishga harakat ko'ramiz. Videoda oldidanoq podpiska bosib, like bosib, do'stlarga tarqatib qo'ysalaring, mana shunaqa narsalar sotib olishlari mumkin. Arzonlari, xudo xolasa, hali narxlarini ham bilmayman. Bitta Ulug'bek akam tanishtiraylik. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Hormayli aka. Xo'p, akamda mikrofon yo'q. Narxlarni bitta aytib bersalar, men o'zim qaytarib takrorlab ketaman. Xo'p. Bu tay temirli, karkazlar temirli edi. Bu narsani o'zi Instagramimizga ham qo'yganmiz. Bitta ko'raverasizlar. Profili ham yupqa profildan emas, mana yerdan qanchalik ko'rinyapti mana. Baquvvat narsa. Mana shu narsadan juda ko'p, xudo xolasa aka. 20 komplekt bor. Mana shu jubdan 20 jub bor deylik. 10 jup, ha, kechirasizlar. Donasiga 20 dona ekan. Har xil svetda bor edi. Bemalol zakaz qilishlari mumkin. Videoda pastda nomerlar bor. Narxi aka necha pul? Narxi jupi $100 dan, donasi $100 dan. Kechirasizlar aka. Xo'p, 1.200.000 so'mdan shu bittasi, bunisi ham 1.200.000 so'mdan. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Buni o'zi matraslari ham ikki taraflamali, 100% ortoped bo'ladi. Bosh taraflarini ham mana ko'rishlari mumkin. Dog'-bog', cho'kkan, netgan, singan, tuqqan joylari yo'q. Yangidek holatda, sostoyaniyasi zo'r. Profillariga ham qalinligiga qoyil qolganman. Tagiga ham bemalol mana bunday qilib, nima deydi, pilisosmi yo tozalashganmi, oson, tagi ochiq. Aloqa chiqarasizlar. Aka, sondiq javonlarimiz kam necha pul mashlar? Sondig'imizni berib oldik, to'shag'iga 350 ming so'm ikkosini berib olamiz. Xo'p, ikkita kamotchani 350 ming so'mga bemalol xarid qilishlari mumkin ekan. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Bunisi aka? Bu 500 ming so'm. Bunisi 500 ming so'm. Bu knijniy shunaqa narsaga, narigi sal kattarog'i 800 ming. Bunisi 800 ming so'm. Kommentariyada fikrlarni qoldirib beringlar, arziymi yo'qmi? Xo'p, mana shu tarafdan bir yo'l deganlarni qatoridan ketaveraylik aka. Bunisi necha pul? Zavatskoy, Toshkent. Toshkent Zavatskoy divan ekan. Yo'q. Fransuskiy matrasdan yumshoq ekan. Haligindan ekan-da. Fransuskiy matrasdan tashlangan ekan. Yo Toshkent yo Huvaydo deyaptilar. Necha pul ekan narxi? 1.300 ming so'm. Bemalol aloqa chiqarasizlar bunga ham. E'tibor qilinglar, bu yakkalikda puliga. 1.60 ga 2 metr, 1.60 ga 2 metr. 1.60 ga 2 metr uzunligi. Taglari ham cho'tki yog'och. Taglari ham ochilmadimi aka? Ha, ochiladi. Taglari ham bunaqa, bellamchilari ham baquvvat, xudo xolasa. Maza qilib ishlatadigan narsa ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastga nomerlar aloqa chiqarasizlar. Arziydimi yo'qmi? Keyingisi necha pul aka? Buni 2-3 marta aytganmiz, narxini aytib ketsak bo'ldi aka. 800 ming qo'yganmiz, 700 ming qo'yib 700 ming so'mga kimga qiziq bo'lsa 800 ming qo'yadi o'zi o'tgan safargidek. Endi tummasi bilan ikkita. Buni komplekt qo'yadi adashmasam, spanli garniturida divani qolibdi. Bu necha pul? 2 million so'mga berib oldik. 2 million so'm. Ikkita tumbasi. Trimos sotilib ketmaydigan bo'lsa, Trimosni ham qo'shib beramiz. Sotilib ketmaydi. Mashturish 2 million so'm, bonusiga agar Trimosi sotilib ketmasa, Trimosini ham qo'shib beriladi. Siz telefon qilib aloqa qilsangiz, mana shu Trimosni ham qo'shib beriladi 2 millionga. Bu ikkosi necha pul aka? Kakkalinglar. 1 million so'mga berib olamiz. Bu ikkosi 1 million so'm. 500 ming so'mdan donasi. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Keyingisi aka. 1 million 800 qo'yganmiz ana buni. 1 million 700 ming so'm bo'lsa, 1 million 700 ming so'mga jupi bor. Keyin moditskiy bor, necha 350 oladi. 200 mingga qo'yib olamiz. 200 ming so'm. Bonusiga. 200 ming so'mga detskiy haligi kiyintirgani yosh bolalarga detskiyga bunaqa ochiladi ham. Bu narsani o'zi ko'pchilik biladi-yu. Mana 200 ming so'mga xarid qilishlari mumkin. Hali videoda orasida bonus shu-da, to'g'rimi? Ha, bo'ldi. Bo'ldi aka. Xo'p, endi mana ugologimiz bor ekan. Qaravering aka benim. Aha. Ugologimiz 430 ga 230 razmerda, xona ham yaxshi ekan. Ozgina xonalarda ishgan joylari bor ekan. E'tibor qilib qo'yasizlar bunga ham. Xo'p, narxi 2 million so'm, arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib keting. 2 millionga mana. Bosilgan, cho'kkan, kirra ham yo'q. Chiroyli turibdi, sostoyaniyasi ham yaxshi ekan. Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar bunga. Mana bitta yaqindan ko'rsatib. Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar, arziydimi yo'qmi? Xo'p, endi mana bunaqa divan bor ekan. Mana. Divan, spanli ham bo'ladi. Sondiq taglari spanli bo'ladigan. Materiallari yangi. Xo'p, necha pul? 1 million 200 ming so'm bo'lsa berib olamiz. 1 million 200 ming so'mga
bemalol xarid qilishlaring mumkin, yangi materiallar qo'yib berishibdi. Mana kreslo divanni men ko'rsatmay o'tib ketibman, videoda oxirida qolibdi mana shu narsa. Shuni bitta ko'rsatib, narxini ham aytib o'tib ketay. Xo'p, ancha bagachi. Sizlar ham chinor ekan, metlari ham ochilar ekan mana. Baquvvat narsalik o'zi bilinib turibdi. Ko'rgan narsam aytaymi, mana bu yirtiqchasi bo'ldi. Xo'p. Buni narxi aka buni necha pul qilib beramiz? 2.500.000 so'mga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Kreslo, divan, ikkita kreslo, bitta divanni. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirib ketinglar, arziydimi yo'qmi? Obuna bo'lib esdan chiqmasin, videoda oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Kuzatib borsalar, xudo xolasa, mana shunaqa arzon mebellarni ham qo'yib boramiz yana. Fikrlaringizni kommentariyada qo'yib ketinglar. Arziydimi yo'qmi?